Qo'yda asqatdi. Aka qancha dam oldingiz? Men 2 kun dam oldim. 7 kun, bir haftada qancha sezildi? Bir haftada menga çok ta'sir bo'ldi. 10 yildan davolanam. 10 yildan beri. Faqat dori darmon edi, bundan oldin. Baqa endi birinchi marta. Birinchi marta. Qayerdan eshitib keldingiz? O'zimizdan tak o'rganam. Ha, tanish bilish orqali keldingiz. 10 yildan beri qiynalaman. 10 yildan beri pisaryapsiz. Ha. Davolanmani joyi yo'q. Amerika o'rganman. Mana baqa endi ishda bilan Ha, 2 kun bo'ldi. Natija ham zo'r bo'ldi. gap yo'q. Vannalarga tushdingiz, izlecheniyalardan oldingiz. Baqalar zo'r mana toza havo. Gap yo'q. Moshmazda. Gap Sharoitlar zo'r. Atak boshqa sanatoriylardan sanatoriyda bo'lganmi so'z oldin? Ha, men Nima farqimiz bor? Boshqa sanatoriyga qaraganda nimani sezdingiz mana kelganingiz bilan? mazza qilib dam oldim madam. Tinch ekanda. Boshida ko'plar aytadi, 1-2 kun uxlayman deydi. 3 kun mazza qilib uxladim. Faqat uxlaymiz. Faqat uxladim. Nima taklif bergan bo'lardingizki, bizda o'sishimizga, bizda shu xizmat ko'rsatib turgan servisimiz bundan ham oshish maqsadida bir ikkita so'z. Hammasi vaqtida kamchilik yo'q. Ular vaqtida Sizga polni yoqdi, kamchiliklar bo'lmadi. to'g'risida mana yo'qdan. Inshaalloh. Gap so'z yo'q aka. Hammaga rahmat, ko'rganlaringizga ham rahmat.